imkoniyatlar borda bizani psixologiyaga kirib kelishimiz paytida umuman bunaqa bepul darslar, bepul vebinarlar bo'lmasdi. Juda ham masalan topish uchun, mana shuni o'zimizning ustimizda ishlash uchun juda ham ko'p qiynalganmiz va juda katta pullar tikib, sarflab o'rganganmiz. Hozir qanday chiroyli zamon. Uyingizda o'tirasiz, просто tak telefonni yoqasiz, bepul darslar hayotingizni o'zgartiradigan, ichingizdagi to'polon bo'lib yotgan, og'riq berayotgan vaziyatlarni bir pasda ichingizdan hal qilishni imkoniyatlari juda ko'p. Sizlarga havas qilaman. Hammangiz ustingizda ishlang, rivojlaning va o'sing. Bilasizlarmi, ko'pchilik aytadi, ustimda ishlayapman. Qizlar, shunchaki sizda ishlash emas, uni davomiyligi va ketma-ketligi aniq bo'lsa, sizga natija bermasdan, sizni o'stirmasdan, sizni hayotingizni o'zgartirmasdan qolmaydi.